Assalomu alaykum aziz yaxshimisizlar. Hali kech. Mana bugun 28 dekabr 2023-yil. Soat vaqtimiz 18:00. Xulosasi, ozgina video obzor qilishga majbur bo'ldim. Kommentarlar o'qib YouTube'da va bugun bozorga chiqqandim, yakshanba. Bozor bahona aylandim. Parandalarda, quyonlarni tomosha qildim va yosh quyonchalar sotishayotganiga guvoh bo'ldim. Ularga tushuntirib berdim. Ko'pchilik endi bilmaydi. Ular o'ylayapti, quyonni deyapti, yemi tushgandan keyin ajratamiz deb o'ylar ekan. Quyon emakka quyon bolasi yemasa, o'sha onasini maysa, o'sha yeyishga o'tsa, demak u quyon uyi katta bo'ldi, ajratib berishar ekan, tushunmasdan. Bu noto'g'ri. Bugun bozorga chiqibdi, 28 kunlik ham bor, 25 kunlik ham bor, 30 kunlik ham bor. Joni kichkina, 300 gram, 250 gram, bunday quyonchalar, uvol. Maqsad beramiz. Quyon boqayotganlarga iloji boricha 45 kun ona bilan tursin, ajratmanglar va bozorda mayda quyon olavermanglar. Sotib. Misol uchun mana hozir quyonimizni ko'rsataman. Bular to'g'risini yoqamiz. To'g'risi nondol bo'ldi. Xo'p. 15 gram kam 800 gram. Mana shu quyonchamiz. Mana. Pekol, toza. 28 kunlik. Bu hali onasini emadi bu. Yem yeydi, emadi. Hozir tushuntirib beraman hozir. Xulosasi buni yana kam 12 kun. Balki 15 kun turadi onasi bilan. Keyin ajratamiz. O'shanda 1 kilo 200 bo'ladi, 1 kilo 100 bo'ladi, har xil bo'lib qoladi, şeylar bilan. Bozorda bunday ajik kichkina, bugun olib chiqishganlar, ajik kichkina mayda quyon. U quyonni kelajagi yo'q-da, uni sotmayman. Qissa qilamiz. Yemni yeydi. Misol uchun o'sha 20 kunda yemga tushadi quyonchalar. Yem yegandan keyin 25 kun bo'ladi. Yem yesa emizmayapti-ku. Quyon bir kunda bir mahal emizadi. Ja bo'lsa 2 mahal emizadi. Stop bo'ldi. Ha, emizolmaydi, qo'ymolga o'xshab. Sizlar ko'rmaysizlar emizayotganini ona quyonni. Shu hisobiga emayapti-ku, yeyapti-ku deb olib qo'yasizlar. Ona quyonni qochirib qo'yasizlar. Maslahatlarimiz quyonni 40 kun kami emizinglar, onasi bilan tursin, ajratmanglar. Yem yeydi, yem yeb turib qorni ishadi. U ajratib bersizlar, bolasini quyonni ko'p yeydi, yevoradi bolasi. Ko'rinma nima bersizlar, yeydi, qorni ishib o'lishi mumkin. Onasi bilan tursa yeydi-yu, yeyapti, yevoradi. Qorni ishagan mahal, bir kun bir mahal onasi emgan hisobiga o'sha sut qorniga tushib turib, o'shadan ovqatni parchalaydan suyatib olgan sutini. O'sha uchun quyon onasi turganda qorni ishi kuzatilmaydi, quyon o'lmaydi. Onadan ajratgandan keyin o'lish ko'payadi. Juda ko'pchilikda bo'ladi bu holat, aytishadi. O'lib qolgan qorni ishi shundan bo'lib yemishlar. O'shaning uchun onasi bilan tursin. Yeydi, onasi bilan birga yeydi, onasi sutini emadi, onasi sutini ichiga tushgandan keyin hazm qiladi ovqat. O'sha hisobiga qorni ish bo'lmaydi. 25 kunlik, 30 kunlik bolasini ajratib bersizlar, yedirsizlar, u bilmay to'xtamay ko'payib turgan hisobiga qorni ishib o'lishi mumkin. Yashab ketishi 50 yil ham emas, past 70 ga 30 bo'ladi. Va 45 kun boqqan onani ajratasizlar, bolasini onadan. Ajratgandan keyin onasini sira erkaga qo'shmaysizlar. Kami 12-15 kun o'zini yakka boqasizlar onasini. Onasi ham haligi bolasini boqqani 45 kun quvvat ketgan. Bir oy 2 qat bo'lib yurganda vitaminlar ketgan. O'sha hisobiga onada quvvat qolmagan bo'ladi. Turibdi, yaxshi-ku, yeyapti-ku demaylar. U yemishda emasda, quvvat tiklangan vaqt ketadi. O'sha hisobiga 15 kun, 10 kun o'zini boqasizlar, onani o'ziga keltirib, normal holga keltirib, keyin erkakka qo'shasizlar. Shashilmaylar hech qachon. Ba'zilar shashiladi. Tuqqandan keyin 2 haftadan keyin qochirib qo'yadi. Ba'da bola emizadi, ba'da 2 hafta bo'ladi, u quyon o'ladi. U ham issiqjon, robot bas. Sal bo'lsa ham avaylab, asrab boqinglar. Maslahatimiz. Uvol qo'rmaydi. Iloji boricha yaxshi yem, o'zining yemini beringlar. Men bozorlarda bugun ko'rdim. Katta qo'ylar turibdi, ariqda, juda ariq. Mana biz mashmaqlar. Mana 70 kunlarimiz. O'shaganlarda quyonni mayda mana baqqa bo'lish kerak orqasi. Mana baqqa, ular ariqda, qancha ariq.
Rangi ham xunuk bo'lib ketgan, sarg'ayib, pala-parcha bo'lib qolgan. Mana shular 70 kunlikda. Ular uxuna qo'yilib, katta quyon, bozordagilar ular katta quyon, ariq. Keyin qari quyonning go'shti ham qattiq bo'ladi, shuni bilib olasizlar. Bozorda quyon kattasi 150 ming ekan, sizda go'sht 90 ming ekan. Bozordan olsak kilo chiqadi. Kilo chiqishi mumkin, kilo chiqmaydi. Kilo chiqishi mumkin, sizlarga arzon tushadi. Bizga nisbatan lekin go'sht qattiq bo'ladi. Biz mana ishlamagan quyon sotamiz. Biz mana ajratib bergan, bularda faqat qizlar, faqat erkaklar ajratamiz. Ona ajratgan mahallamiz 45 kunida ajratamiz. Qizlarni, erkaklarni boqamiz. Qizni yaxshisini sotga beramiz. Erkaklar go'shtga. Nima yaxshi chiqib qolsa, sotga beramiz, sotamiz. Barcha bo'lasa 70 kunlik bir oyda tayyor bo'ladi. Zo'r bo'ladi. To'g'ri qo'yib beramiz. İki kilo çıkacak ya. 70 kilo. Maşallah. Mana 28 kilo. Mana. Quyon otganda hamisha taylarga qaranglar. Tay quruq bo'lsin maytlari, hamma ponni. Tishga qaranglar, tishlari o'sib ketmagan bo'lsin. Keyin hamisha orqa qismi qo'yda dumba deydi. Dumba bo'lmaydi bunda. Son qismini ushlaylar. Arra bo'lmasin. Go'shtli semiz bo'lsin. Qondan pormush shart bas. Mashit o'zi yetadi. Mana shu zaman shu endi biqqa bo'lsa, demak quyon go'shti bor, eti bo'ladi. Qiz bo'lsa, erkak bo'lsa, go'sht erkak bo'lsa so'ygani zo'r, yoki naslga zo'r, ayol bo'lsa ona qilgani zo'r. Ona olib foydalangani zo'r bo'ladi sizlar. Sog' bo'lasizlar, kam bo'lmaysizlar. Xudo yana tavsiyalar berib boramiz qo'ldan kelgancha. Kamchilik xatolar uchun oldindan uzr so'raymiz. Sababi biz endi o'zimizni ko'rsatib qilyapmiz. Xudo hali hammasi chiqib ketadi. Like bosasizlar. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha omon bo'linglar.